Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qo'y chorva ishqibozlari uchun nihoyatda chiroyli video bo'ladi. Shu dehqon akamiz oldilari qo'y boqish sirlarini birma-bir hammasini ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum, Islom aka. Va alaykum assalom. Qodirman keling, yaxshimisiz? Rahmat. Xudo xolsa biz obunachilarimiz hamma sirlarni, hamma ma'lumotlar berib o'tasiz. Xudo xolisa. Bunda nimalar qaynayapti hozir? Bunda hozir bug'doyimiz tugab qoldi, Makka o'zi qaynayapti. Makkani o'zi, ha? Ha. Hop, qancha makka solinsa qancha bo'ladi? Nima foyda, nima effekti bor buni? O'shalarni hamma ma'lumotini aytib bersangiz. Buni hop, Nega suv tortib, shishib, qozonda o'tib ketadi, ha? bu ekalasi 50 kiloga aylanadi. Mana uni qana qilib o'tin yetkizaman, nima? Hop. 10 kilo makka, 10 kilo bug'doy pishiraman. 10 kilo makka, 10 kilo bug'doy. 100 ta qo'ydi. Qozondan bu pishgandan keyin suv tortib, shishib, qozonda o'tib ketadi, ha? Bu ekalasi 50 kiloga aylanadi. Mana uni qana qilib o'tin yetkizaman, nima qilaman deganlar, qo'y baraka deganlarda men qarang. O'zidan chiqqan narsa o'ziga xotirjam etaveradi, Islom aka. Xudo xolsa. Bitta qozonni tagiga o'rtacha mana shunday bo'lagidan 6 dona tashab qo'ysangiz qaynab pishadi. Mana o'zi qaynadi. O'zi qaynab, o'zi shishga ham ketdi bu. Mo' qaranglar. Xudo xolsa video o'ta maroqli, o'ta mazaqli ko'radigan video bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatasizlar. Bor ma'lumotni hamma yoqda berib o'tadilar. Islom aka, mana shu yerda yemni qanaqa qilib qiladi, qanaqaligi va hamma ma'lumotni birma-bir aytib ketsangiz, xudo xolsa. Bayda mana shu apparatda hashagimizni joyi, hashak qilamiz bayda. Hop, mo' qarang. Xudo xolsa bu ham hali bilmaganlar uchun bu ham ma'lumot ya kerak narsa o'tadi-da, mo' qarang. Bayda hashak qilgani ham adlining joyi hamma yo'q. Keyin mo' qarang, qo'rani kattaligi. Sharoit qilmasangiz bo'lmaydi-yu, Qodir Ali. Mana buni ustida mosh press tagida yeryong'oq. Tagida yeryong'oq ham bor. Tagida O bedachi. Bedasi bor. Hozir qo'ylarga mashlar hammasi beriladi. Asarti qilib ozginadan. Mashalloh, bo'ladi, qarang. Hamma narsa baraka qo'yda deydi-yu. Xo'p, qarang. Mashalloh. Semirib va qolsa raza tayyor. Buni ona bolalari ham bor. Bitta ikkita endi kechroq tuqqanlari bor-da. Bo'ladi, qarang. Xudo xolsa, Islomga bitta ma'lumot aytib ketaylik. Qur'onlarga yaqin, qiziqqanlar uchun kelib ustida mashina qiziqdim, monosi yo'qdi deysa, sotilaveradimi? Bular hammasi sotiladi. Mashhadda o'zi asli baqilyaptilarimiz mashhadda sotiladi. Bular hammasi qur'onlikqa tayyor. Mana, o'zi haqiqatan tayyor ekan. E'tiborlarni ham ko'ring. Xudo xolsa qiziqib, hamma sizga 50 kilodan tepa qo'ysa yo'qmaydi-yu. 35 kilo. Hamma sharoitiga qarab, imkoniyatiga qarab, xudo xolsa kelasizlar, yoqqan. Mana qo'chqor deysizlarmi? Endi ular zot yo'nalishiga chiqilgan. Qo'chqorni, misol so'yg'an emas bu qo'chqor. So'yg'an o'sha. Bu qo'chqor o'zim Qirg'izistondan spesialni olib kelganman. Zotga bu. Hammasi o'zi Islom aka buni ko'rganda o'zi biladigan odam bormi? Qarang. Hammasini jonivorlar. Bu qo'ylar hozir o'zi endi 90 dan yormadim bularni, qarang. Endi chiqardi bu qo'ylar. Ular endi chiqardi. Hali yana 2 yashar bo'lganda ularni ko'raver. Qanaqa tasavvurlar ham bo'lmaydigan holatda. Endi qo'yga bu yil qo'yilsa, birinchi yiliga qo'yiladi. Mashalloh. Xudo xolsa havas qildim. Otangga rahmat Islomjon deb kommentariya bildirib, yaxshi izohlarni qoldirib o'tib ketasiz. Yangi ko'rib turganlar qadrlisi obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasiz. Xudo xolsa kanalimiz hamisha yaxshilik yo'lida yaxshi sifatli qo'ylar chiqarib berishga harakat qilamiz, xudo xolsa. Mayda ham nihoyatda chiroyli qo'ylar bor ekan, tayyor ekan yem. Qur'onlikka hammasi sotib. Inshaalloh, xudo xolsa yaxshi niyat bilan ko'rib turganlar telefon qilib aloqaga chiqib, Manzil Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i, eng arzonchilar qishlog'i. Narxlari ham o'ta arzon bo'ladi, qo'ylar. Qarang, mashalloh. Xudo xolasa bular 40 kiloning tepasidagi savdolar. Bular 40 kiloning tepasida. Islomga mashina bitta ma'lumotni aytib ketaylik. Bular nech puldan bo'lgani, nech puldan hozir sotsa bo'ladi. O'shalarni ham biroq olinganda qanchadan olingan? Bular 3,5 milliondan 2 million 800 mingdan 3,5 milliongacha olingan. Ha. Voh, qarang, mashalloh. Hozir buni uncha odam ishonmaydi. 3,5 million, 2 million 800 qo'y shu holatda o'zgardimi? Qarang, mana. Bo'ladi. Hamma ish ozgina mehnatda. Ozgina, ko'p emas. Bular ishlamas, anada bundan zo'rroq ketganlari bor. Bu 100 ta qo'chqor chaqib keldik. Bular nima deydi? 10 dan 1 shingili deydi-yu, ha?
bular Mashallah. sotilgani, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, telefon Ha, qilishib ekranni oladi. betaga qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib, Bular 1 yashar bo'lgan qo'zilar. bir yashar o'zi qurbonlikka ham so'ysa bo'laradi, holatdagi badallarni ham qarang. 1 yashar bo'lgan bular. Buni narxlarni ham biroz aytib ketingchi, buni narxlari 3 million 200 mingdan. 3 million 200 mingdan. Ha. Maşallah. Haqiqatan arzon. Bari qo'ydi soni ko'p bo'lsa odam aylanishga qiziqadi-da. Qo'ydi soni kam bo'lsa poydaga qiziqadi. Ashayda bu narxini arzonligini qarang. Xudo xolsa maza qilib shu kelasizlar, babbaraka deysizlar. Boshqa gap bo'lmaydi, xudo xolsa. Hop, endi mo'ladi ma'lumotini berib o'ting. Qancha bo'lgan olganingizga? Aytdim-ku, shu 3 oy, 2 oydan 3 oygacha bo'ladi bular. 2-3 oyda mana shu holatda mana o'zlari ham ko'zlari ko'rib turish, mayna qilib tiqiltirib qo'ysa bo'ladi. Xudo xolisa, har biriga barakasini bersin. Qo'ylar, qarang. Xudo xolsa, mana kesalar Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishloq yo'ldan ozgina kirib borasizlar. Aytgan qo'y, aytgan parodalaringni xudo xolsa chiqarib berishga harakat qilishadi. Mana qarang. Lakasalar tashab beriladi, telefon qilsa. Kelishaveradi, so'yganimi, boqqanimi. Qanaqa narsa kerak bo'lsa, xudo xolsa to'g'ri berishga qo'ldan kelgancha harakat qilinadi. Qo'y uzilmaydi. Yil o'nak qo'y qo'ramizda. Qishin yozimmi 2026-yil ko'rib turgan bo'lsalar, bemalol telefon qilib, Islomboy bormi qo'y deb xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Qani jonimiz sog', Xudo o'ltirib qo'ymasa, Xudo jonimiz xolsa. qolmasa shu ishni ichidamiz. Endi o'sha nari qo'chqalar kelsa 100 bosh. Ularni ham biroz ko'rsatib kelsa. Bo'ldi, mana buni hozir ayda bolalar ish qilyapti, shunga shunday tepadan yurasiz. Bo'ldi. Mashallah, mana qarang, qiziqqanlar uchun mana 2 oyda rezultat ko'ryapsizlar. Qimmatli emas, arzon va qo'yni chiroyli qilib sal mehr bersalarni, mana qarang, mashallah. Haqiqiy mana semir kimga yoqqanini ichidan terib, mana shu qo'y yoqdi deb qurbonlik haftasi bozorda loy, go'ngda yurmaysizlar-da, kelasizlar toza stashga kelib mana qo'y yoqdi. Bozorda yurganda yurib xotirjam olsalaring bo'laveradi. Qo'ra katta, qo'y ko'p, xudo xolsa. 100 bosh sovliq, 100 bosh qo'chqor. 24 soat kesalarga 24 soat aloqaga chiqsalaring bo'laveradi, xotirjam. Mana qo'chqorlar. O, qarang. Islomga mana shu sotiladigan qo'chqorlaringiz endi. Ular narxi qanaqa bo'ladi? Narxini bomba qilib aytaymi, xudo xolsa bir pasda tugaydi. Aytyapman, 3 million 200 mingdan Toshkentgacha o'r. Haligisini qilib beraman. Bo'yi deydimi, kilosi deydimi, telefon qilaman. Bo'ldi. Qolsa Xudo adashtirmasa bir 5-10 ta 20 kilo nari beriladi, chiqmasa qolgan 25 kiloni tepasida. U sof go'shini aytyaptilar. Mana sof go'shi, qo'ylarni qarang o'zi bo'lmaydi. 35 kilo qilgan qo'zi keyin 25 kilo to'liq go'sht qiladi. keyin obunachilar o'ylanishadi, qulog'i butun, qulog'ini qarang, 100% butun, bemalol. Qanaqa holatda ko'k kerakmi, sariq kerakmi, zot yo'nalishiga ham doqol chiqarib olsalaring bo'ladi, yoqqan tanlab. Telefon qilasiz, telefonda ishlaring bitadi. Ozmas xayrini qilib berasiz. 3 million 200 dan kelishadi, ozmas kelishtirib chiroyli qilib bo'ldi. Tanlab olamiz desa, ozgina qo'shiladi. Siz ajratib bersangiz tushiladi, xudo xolsa. Mana. Kimga yungini olish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz. Ana 93lik 860 92 92. Kim yungini olish xizmatlari bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi, xudo xolsa aloqaga chiqib. Amma bitta qo'yim bor, bitta turgan bular,